Hazrati Ibrohim alayhissalom xatolarini eslaganlarida hushlaridan ketib qolar ekanlar. Jabroil keldilar. Ey Ibrohim, Robbingiz sizga salom yo'lladi va dediki, do'st ham do'stidan shu qadar qo'rqadimi? Ibrohim alayhissalom Xalilulloh. Do'st ham do'stidan shu qadar qo'rqadimi? Shunda Ibrohim alayhissalom aytdilarki, men ey Jabroil, xatolarimni eslasam do'stligimni unutib qo'yaman degandilar. Hammamizning xatomiz bor, gunohlarimiz bor. Qaysidir bir dardlar shu gunohlarimizga evaziga keladi. Eng yaxshi yo'li, birodarlar, bu tavba. Eng yaxshi davo bu tavba. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, har bir dardning shifosi bor, illa o'lim.